Jigar, dunyo rekordchisi kelyapti-yu. Bu mashina juda ko'p marotaba dunyo rekordlarini o'rnatgan. Misol uchun, bitta aynan shu kuzovda 21 million dona, ya'ni dunyo bo'yicha eng ko'p bitta platformada ishlab chiqarilgan mashina hisoblanadi. Volkswagen Beetle, ya'ni Juk nomi bilan butun dunyoga mashhur. Siz ham bu mashinani bilasizmi, to'g'rimi? Qachonlardir voy, mana bu haydasamikin degansiz-ku. Hozir bitta like bosib qo'ying-da, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Voy, mana o'sha shunday olib haydab yurishingizga shikalatlar, uni ustiga tuning qilib tashalgani. Buni qanaqadir biznesi borlar rekvizit sifatida, ya'ni logo, pogosini yopishtirib, mashinada yursa ham yoki ishxonangiz oldiga qo'yib qo'ysangiz ham biznesingizga rivojlanishiga yordam beradi. Aynan mana shu mashinaga 2011-yil 22 ta odam ichiga sig'ib Guinness rekordini ham o'rnatgan. Usilitel audio sistema xullas mehrib berilgan. Salon peretashkalarni ko'rsangiz-chi, zinalarni, obshivkalarni, rullarni lekin normalniy mehr berilgan ekan. 8200 ga beriladi. 8200. 2 litr motor hisoblanadi bunda. 203 ming probegi. 2000-yil mashina. Bitta like bosib, mana shu mashinaga o'xshagan Milashga tanishlaringizga hozir tarqatib qo'ying.